Assalomu alaykum hurmatli Bezdikor kanali obunachilari, bizni kuzatib borayotgan vatandoshlar, gipikamin fasad ishqibozlari. Navbatdagi obyektimiz Namangan viloyati Kosonsoy tumanidan bo'lyapti. O'zimizni trenddagi oq-qora miramillar. Xudo xolasa xizmatdamiz bemalol murojaat qila olasizlar. Manzilimiz Andijon Paxtabod tumani Ozod qishlog'ida. 5 yildan beri shu sohada faoliyat yuritib kelyapmiz. Ozmi ko'p xalq xizmatida bo'ldik, mana ko'pchilik fasadlarni bitirdik. Ko'z tegmasin, fasadlar egalariga uzoq yillar xizmat qilsin. Xo'p, bu yerda arkalik qilingan uydicha, ko'cha tomonda ozgina bezak berilgan, boshqacha qilib baho bera olasizlar. Mabodo kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa yoki ushbu hunarni egallamoqchi bo'lganlar bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Billa ushbu sohani yurgizib, yanada rivojlantirish niyatidamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, Xudo xolasa xizmatinglardamiz.